insonda ana o'sha qalb degan narsa betarbiya turgan bo'lsa nafsga aylanadi. Nafs narsasi yomonliklarga chorlovchi holat bo'ladi. Insonni gunoh ishlarga chorlaydigan, yomonliklarga undaydigan, turtki bo'ladigan, demak o'sha ichidagi latif narsani nafs deyiladi. Nafsini so'ziga kirib uni qilib qo'yibdi, nafsini kuyiga tushib buni qilib qo'yibdi deb yomon ishlarni qilganlarni xalqimizning ichida ham shu gaplar bilan sifatlanadi. Qur'oni Karimda bunday nafslarni al-ammara bis-su deydi. Yomonlikka ko'p amr qiluvchi, egasini buyuruvchi nafs bu. Egasini yomonlikka chorlaydi. Ertalab bombatga turib nima qilasan, maza qilib uxlamaysanmi deydi. Falon narsani mast bo'lish uchun ichib kayf qilib yurmaysanmi deydi. Ayshi ishrat qilmaysanmi deydi. Yoshligingda o'ynab qolmaysanmi deydi. Faqat yomon narsaga chorlaydi. Ana o'shani nafs ammara bis-su, yomonlikka buyuruvchi nafs deyiladi. Agar inson iymon keltirib, Allohning aytganini qilib, nafsini demak o'sha Alloh aytgan tarafga buradigan bo'lsa, harakat qiladigan bo'lsa, uni nafsi endi lavvomaga aylanadi. Malomatchi nafs. Egasiga, "Hoy, nimaga uxlayotibsan? Tur, namozingni o'qi. Kech qolding-ku" deydi. "Nimaga falon narsani qilmayapsan? Bu farz-ku. Qilmasang gunohkor bo'lasan" deb haligi malomatchi bo'lib qolgan nafs iymon bilan qurollangani uchun egasini doim yaxshi ishga, ibodatga, xayrga, barakaga, hamma yoqqa yaxshilik qilishga chorlaydi. Ana endi o'sha malomatchi nafsini malomatini e'tiborga olib, banda o'zini o'ngmasa, ibodatini o'rnida ado etsa, shariat aytgan narsalarni qilsa, butun mavjudotga yaxshilik qilib yomonlikdan tiyilsa, keyin tarbiya topib borib insonni qalbi nima bo'ladi? Nafsi mutmainna bo'ladi, xotirjam bo'ladi. Uncha narsaga e'tibor bermaydigan, faqat Alloh bilan birga bo'ladigan holatga aylanadi. Ana, demak bizning vazifamiz ana shundoq. Nafsimiz bizni yomonlikka buyuruvchi nafs bo'lishiga ko'nmasligimiz kerak. Nafsimiz to'g'ri yo'lga kirib, iymon e'tiqodli bo'lib bizni malomat qilib turibdimi? O'sha malomatiga quloq solib, xotirjam nafs egasi bo'lish uchun harakat qilishimiz kerak.